Uyqusizlik bu 21-asr vabosi desam ishonasizmi? Chunki hozir Z avlod, ya'ni internet zamonida tug'ilgan bolalar, ya'ni Z avlod bo'lgani uchun bularda uyqusizlik ko'proq. Nega deysizmi? Chunki kechqurun bilan internetda o'tirib, gadjetlardan tinimsiz foydalanish oqibatida miyaga bu teskari ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni odamni uyqusiz qilib qo'yadi. Uyqusiz odam qanday belgiga ega bo'ladi? Birinchidan, bosh qattiq og'riydi, doimiy charchoq, kechqurun uxlamasdan kunduzi uyqu tortadi va doimiy his-hayajonda yoki stressda yuradi. Endi buni davosi qanday? Buni davosi ximikat yoki boshqa narsalar bilan bunga chora qilib bo'lmaydi. Buni birgina davosi bor. Bunga tabiiy yechimli dastur zarur. Relax Box, Epamin, Magniy hamda stress choy to'laqonli uyqusizlikka yechim bo'la oladi. Agar sizlarga ham uyqusizlikdan qutulish kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta bu mahsulotlarga buyurtma berishingiz mumkin. Video so'ngida telefon nomerlar bor. Albatta telefon qilib mutaxassislarning maslahatini tekinga oling va mahsulotga hoziroq buyurtma bering.